Allergics bor. Blyuron. Mana shu blyuronni olib har kun yotishdan oldin o'zim stakanchasi bor. Shu bilan shu 2 butilka blyuronni ichganimga уже 4-yil ketyapti. Hozir men yotoqda edim. Shu blyuronni ichgandan o'rnimdan turib ketdim. Suyaklarim, qo'llarim, hamma joyim ishlab. Hozir men maktabda 78 yoshdaman. Maktabga chaqirdi, men maktabda dars beryapman hozir. Hech joyim og'rimaydi. Mana shu kompaniyani chiqarganga ming rahmat. Men qilmagan ishim qolmadi, bormagan doktorim qolmadi. Lekin bu kompaniya juda ham mana shu qarilarning kompaniyasi. Siz mana sizga birinchi taklif qilgan-ku shunaqa detoks programmasini, to'g'rimi? Birinchi detoksdan boshlagansiz, shundaymi? Birinchi detoksdan ishonchingiz qanday bo'ldi boshida taklif qilganda sizga? Taklif qilganda, конечно, ikkilanasiz. Keyin men aytdim, tavakkaldan nima bo'lsa bo'lardi dedimda, ichishni boshladim. Ichishni boshladim, ichlar tozalandi. Chunki